qo'yliq ko'prik tagidagi fohishalar. Misha akani iltimoslariga binoan Muhammad Husan Marg'iloniy akamizni qo'yliqdagi fohishalarga atab yozgan she'rlari. Diqqat bilan eshitamiz. Yaxshisi yo'q. Bundaylarni hammasini. Kun ko'radi, bular sotib tanasini. Sevishadi mamaroza ammasini. Hech solinmas qo'llariga kishanlari. Qo'yliqdagi kimlarnidir jiyanlari. Patrul kelib ushlab ketsa qo'yvor deydi. Uchastkavoy damkomlarni mensimaydi. Hech narsadan qo'rqmas, aslo cho'chimaydi. Polniydaman deydi ayrim ishchanlari. Qo'yliqdagi kimlarnidir jiyanlari. Nega hech kim ularni hech to'xtata olmas? Na nasihat, na Ramazon to'xtata olmas. Na krizis, na bankrot ta'sir qilmas. Og'zi polvon so'kinishga cheshanlari. Qo'yliqdagi kimlarnidir jiyanlari. Kimlar kelib nimalar deb ketmadilar. Bular aslo to'chkani tark etmadilar. Birortasi murodiga yetmadilar. O'zlari ham, qalblari ham pokizalar. Qo'yliq ko'prik tagidagi fohishalar. 9 etaj tagida ham yurasizlar. O'zlaringizni mardikordek tutasizlar. Qiz kerakmi deya ko'cha kezasizlar. Og'ir ishmi, yengilmi deb ojizalar. Niqoblari mardikordek fohishalar. Harom topib, bazmi jamshid bari xursand. Sabr qilsang oxirlaring bir ko'rarsan. Bularni gar yozmasam bo'lmas Husan. O'zlaricha sodda supparo ishalar. Asli kazzob harom suygan fohishalar. Davomi bor.